Assalomu alaykum Osiyo avtokredit kuzatuvchilari. Osiyo avtokreditga hisoblab olib qolingan mashinalarni aytib o'ting deb ko'p kishi so'rabdi ekan. Aytib o'tib ketamiz. Xo'p, 2010-yil Lacetti avtomat bo'lgan mexanika qilingan. Narxi 55 million so'm. 2010-yil avtomat Lacetti, motor hamma joyi zo'r, 60 million so'm. Spark 2017 metan hamma narsasi bor, top toza. Narxi 70 million so'm. Matiz 2003-yil motorlari chotki, narxi 12 million so'm. 2019 Spark navratla qilingan motor hamma narsasi chotki ishlaydi. Uni 75 ga hisoblab oldik. 75 ga hisoblaganimizga 10 kun bo'ldi. Shuning uchun ega 75 berilgan 72 million so'm qo'yib beramiz. 3 million yana skidga. Spark bu ham 72 million so'm. Radnoy mashincha. Xo'p. 2011 Sparkimiz 47 million so'm. Motorlari chotki ishlaydi, yog' yemaydi. Qo'chi? Sotildi. Hozir aytib ketaman. Qaranglar shu akalar. Arzon Nexia so'raganlar uchun Nexia 1 97-yil 16 million so'm. Soni stramlar, motorlari ham chotki ishlaydi. 50 million so'm Neva 2005. 2005-yil Neva 50 million so'm tirnaq turibdi. Propan top toza. Damazda kimnidir qiziqtirsa, Damazda 2009 Damazimiz 26 million so'm. Radnoy mashina eng qizig'i. 2000-yil Damazimiz 16 million so'm. Xo'p, 2000-yil Damaz metan hamma narsasi bor. Bu bir negativ akaga beramiz deganmiz, buni yo'lga chiqibdilar Baxmalda. Baribirga buni narxini aytib ketamiz. Buni narxi 12 million so'm. 2007-yil Damazimiz, xo'p, 23 million so'm. Kimdir qiziqtirsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib bemalol qaysi mashinaga zaklat tayyorlamoqchisiz, tayyorlaylar.